Minecraft. Nega qishloqlar? Kim? No'ch aytishicha, qishloqlar bu Minecraftning asosiy o'yinchilari bo'lib, ular qishloqni barcha narsalarni o'rganib chiqqan va ular yo'q bo'lganda ular bozorga borib narsa sotib kelishini bildirgan. Deyarli bu o'zimizning shahardagi insonlar kabi. Deyarli ular Minecraftdagi eng zo'r va inson kabi suhbatlasha oladigan qishloqlardir. Norch 1979-yil tug'ilgan bo'lib, u bu haqida batafsil tushuntirib berdi. Assalomu alaykum. Men Minecraft yaratuvchisiman. Va men bu yerda dunyodagi o'sha Minecraftdagi qishloqlar haqida so'z ochib beraman. Qishloqlar bu Minecraftdagi asosiy narsadir. Deyarli qishloqlar oddiygina player kabi insonlardir. Ular o'yinchi kabi yurishadi. Ular Minecraftdagi eng yaxshi insonlardir. Bu Minecraftda sizga hech qanday zarar yetkazmaydi. Shuning uchun biz Photoshop qo'shganmiz. Siz u bilan bemalol savdolashishingiz mumkin va har xil narsalar qilishingiz mumkin, deb aytdi. To'g'ri, bu so'zlar o'zbekcha, lekin biz tarjimadan foydalandik. Va ular qishloqlarda har xil kiyimlar bo'lishi nima sababligidan so'radik. Bu kiyimlarda deyarli dunyoda boy va kambag'allar haqida so'z ochilgan. Deyarli kambag'allar oddiygina shu jigarrang kiyimda yurishadi. Boylar esa qora kiyimda. Endi oddiy insonlar oq va pushti ranglarda, siyohrang ranglarda yurishadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bittayam oq kiyimli yo'q. Mana endi esa oq kiyimli bor. Bu yerda boy, kambag'al jinnlarning barchasi to'plangan. Sizlar bu yerda barcha jinnlarni ko'rishingiz mumkin, deb aytdi. Va Minecraft yaratuvchisining bunday gaplardan ko'ra o'tticha biz tanitgan Kompot uyi. Kompot uyi nimaga yaratilgan? Deyarli Maxperson aytishicha, bu yerda lava, bu yerda esa ko'mir. Bu nimaga o'xshaydi? deb savol berdik unga. Bu temirchi-da. Qanday aytilishi mumkin? Temirchi u yerda lava va pechkalar yordamida shug'ullanadi va bu yerda o'z o'ziga aslahalarni ishlatishi mumkin. Va temirchining uyini ichida har xil narsalar bo'ladi. Masalan, sandiq bo'ladi. Bu sandiqning ichida har xil narsalar bo'ladi. Siz hozir ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nimalar borligini va uni uyi qanday ajoyibligini. Hozir men bitta o'yinchini sizlarga videosini ko'rsataman. Va bu yerda ishton, olma va xuddi o'sha bo'lgan. Va yerdagi tuproqlarni o'zi real ishlab chiqarganmiz. Qasr haqida keladigan bo'lsak, qasr bu qurollarning qasriga o'xshash. Ya'ni bu qishloq emas, bitta davlatdek saroydek bo'lishini anglatganmiz. Ya'ni Minecraft haqida juda ham ko'p faktlarni bilmoqchi bo'lsangiz, eski M15 ga podpiska bosib qo'yinglar. Uni kuzatishda zo'r videolar chiqadi. Barchalarga rahmat.